Hammaga assalomu alaykum. Demak, biz oddiy telefon bilan dasturlashni o'rganish kursimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Avvalambor kirib kelgan ro'za Ramazon oyingiz muborak bo'lsin. Mana shu kursimizni Ramazon oyida boshlashimizga sababchi bo'lgan Xudoyimga, Allohimga ming shukr bo'lsin. Demak, biz birinchi darsni boshladik. Kirish qismi bu. Birinchi dars, kirish qismi. Telefonda dasturlash mumkinmi? Kompyuter kerak emas. Demak, dars maqsadi dasturlash nima ekanligini tushunish va nega telefonda ham professional dasturchi bo'lish mumkinligini anglash. Oldingi darsdan eslatma. Bu birinchi darsimiz. Barcha yo'llar shu yerdan boshlanadi. Nazariy qism. Dasturlash nima? Dasturlash bu kompyuter yoki telefoningizga siz nima qilishingiz kerak deb tushuntirish san'ati. Xuddi oshpaz retsept yozganidek, dasturchi ham kompyuterga qadamma-qadam yo'riqnoma yozadi. Bu yo'riqnomani kod deyiladi. Misol, siz Google'da biror narsa qidirsangiz, kimdir yozgan kod ishga tushadi. WhatsApp'dan xabar yuborsangiz, kimdir yozgan kod uni jo'natadi. YouTube'da video ko'rsangiz, kimdir yozgan kod uni ko'rsatadi. Xulosa, siz har kuni ishlatadiganlarning hammasi kod asosida ishlaydi. Nega telefonda? Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Dasturlash uchun qimmatbaho MacBook kerak. Menda kompyuter yo'q, shuning uchun o'rgana olmayman. Telefon faqat ijtimoiy tarmoq uchun. Haqiqat esa boshqacha. Termux ilovasi orqali telefoningiz to'liq Linux muhitiga aylanadi. Python, HTML, CSS, JavaScript barchasini telefonda yozsa bo'ladi. Men o'zim 2 yildan beri faqat telefon bilan ishlayman va o'nlab loyihalar yaratdim. Biz nima o'rganamiz? HTML web sahifaning skeleti, CSS web sahifaning ko'rinishi va go'zalligi, JavaScript web sahifaning harakati va qiziqarliligi. Python kuchli dasturlash tili, bot, avtomatlashtirish, AI, SQL ma'lumotlar bazasi, barcha ilovalar shu bilan ishlaydi. Kiberxavfsizlik, tizimlarni himoya qilish va zaifliklarni topish. Bu kurs kimlar uchun? Dasturlashni noldan boshlaydiganlar, telefon bilan ishlaydiganlar, vaqtni foydali o'tkazmoqchilar, kelajakda IT sohasida ishlashni orzu qiladiganlar. Amaliy topshiriq. Do'stlaringizga telefonda dasturlash mumkin degan gapni aytib, ularni reaksiyasini ko'ring. Kanalga obuna bo'ling, har kuni yangi dars. Izohda yozing: men tayyorman, kurs boshlansin. Foydali havolalar. Videoni to'xtatib, screenshot qilib olishingiz mumkin. Barchasi bepul, barchasi telefonda, barchasi amaliy. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'linglar.